Birdan tursangiz boshingiz aylanadimi? Ha, qonim kam deysizmi? Sababi unda emas desamchi. Ma'lumki yer sharida gravitatsiya, ya'ni tortishish kuchi mavjud. Bu kuch faqat jismlarga emas, balki inson organizmiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, siz yotgan holatdan birdan tik tursangiz, gravitatsiya ta'siri ostida qon tezda pastga, oyoqlarga qarab siljiydi. Natijada yurak sathidan pastda qon miqdori ko'payib, yurakka qaytadigan qon vaqtincha kamayadi. Qon pastga tortilgani sababli yurak sathidan yuqorida joylashgan miya bir lahzaga kamroq qon bilan ta'minlanadi. Ammo bu jarayonni organizm tezda tiklashga harakat qiladi. Uyqu arteriyasida joylashgan karotid sinusdagi baroretseptorlar o'sha yerdagi qon bosimini pasayishini sezib, simpatik nerv sistemasini faollashtiradi. Natijada qon tomirlar torayadi, yurak tezroq va kuchliroq qisqaradi, qon bosimi tiklanadi va miyaga qon oqimi qayta normallashadi. Agar bu mexanizm yetarlicha ishlamasa, ortostatik intolerantlik rivojlanib, bosh aylanishi, hatto hushdan ketish ham kuzatilishi mumkin. Kommentariyga konspekt so'zini yozsangiz, sizga shu mavzuning batafsil konspektini tashlab beraman.